Alloh yo'lida 1 dinor ihson qilsa 10 barobar beradi. Shuning uchun men hozir xalqim qiynalib turgan bu paytda bu molni hammasini Alloh yo'lida infoq qilaman dedilar. Ihson qilguvchi odam doim Alloh bilan birga. Chunki Alloh taolo muhsinlarga rahmati yaqinligini Qur'onda aytib qo'ydi. Ihson qilguvchi odam o'zini ihsoni bilan Allohning muhabbatini kasb qilar ekan. Ihson qilguvchilarga oxiratda ulug' ajr azimlar bor ekan. Ihson qilguvchi odam Allohning rahmatiga yaqin ekan. Ihson qilishda Parvardigor olamning rizosiga vasila bor ekan. Yana xuddi shunday. Ihson Xoliqqa ibodat qilishda gunohlardan tiyuvchi ekan. Yana hasad o'tini qalbda yondiradi deyapti. Yaxshilik qilgan odam uning zavqini tuyar ekan. Bir yaxshilik qilib ko'ring-da, keyin kuzating o'zingizni. Bir arziydigan yaxshilik qiling-da, o'zingizni kuzating. Qalbingizda, ichingizda bir surur o'tadi, zavq, qanoat, bir boshqacha holat bo'ladi. Ana shu narsa shu bilan birgalikda insonning qalbidagi hasaddan bo'lgan nasibasini ham o'chirar ekan, yana uni kuydirib yo'qotib yuborar ekan.